Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birga men Saidjon, ya'ni Craft Gaming xulosa. Sizlar bilan bugun biz Top 3 modni obzor qilamiz va o'rgatishni oxirgi video oxirida o'rgatib o'taman. Xulosa videoni ko'p cho'zib o'tmaymiz va birinchi modimiz mana bu yerga kirsanglar, yo'q bu yerda emas. Bu yerda ham emas va mana bu yotoqqa bosib pastroqqa tushsanglar va mana narsalar turibdi. Va mana bu buni olamiz do'stlar. Xulosa sizlarga yozib tushuntirib o'taman. Bu tak off deyapti. Hop. Bu bilmadim nima va mana bu bo'lsa random moblarga aylanishni yordam beradi, ya'ni random moblarga aylanishga yordam beradi do'stlar. Hop, mana eshak. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Dahshat mod bu, ya'ni morp mod. Hop, hozir do'stlar mana qishloqqa ham aylantirsa bo'ladi. Mana qishloqqa bo'lib yuribman. Mana уже ertalab ham bo'ldi, ertalab qoldim. Do'stlar ko'ryapsizlarmi? Ender Dragonga ham aylantirsa bo'ladi. Uchimizni ko'ryapsizlarmi? Dahshatda bu. Ender Dragon uchamiz. Xulosa bu zo'r mod do'stlar. Bo'lmasam biz keyingi modga o'tamiz. Xulosa bizning keyingi modimiz bo'lsa mana bu pul modi do'stlar. Ko'pchilik seriyalarda pul modi kerak bo'ladi ko'pchilikka. Mana shu pul modini olib bemalol ishlasanglar bo'ladi. Juda ham zo'r va mana bu yerda $10, $20 va $1 bor do'stlar. Va bu juda ham zo'r mod. Ko'rib turganinglardek qaranglar do'stlar. Mana shunday. Hop, mana tashlab ko'rsataman. Mana yerda turganda qanchalik zo'r ko'rinadi do'stlar. Xullas, mana shu mod edi. Mana do'stlar oxirgi modimiz va hozir mana ko'rsataman do'stlar sizlarga. Hop, barchaga kerak bo'lgan Ferrari modi mana shu. Hop do'stlar, mana hammasini olib ko'rsataman do'stlar. Hop, agar video yoqayotgan bo'lsa like qo'ying. Chunki biz ishlab bo'lamiz. Mana bu bo'lsa oq Ferrari juda ham zo'r. Hop, mana shunday juda ham zo'r. Kalpaklarni ko'ryapsizlarmi buni? Dahshatligini. Va bu jingarrangi, nari bo'lsa ko'ki. Hop, bu sarig'i. Hop, bu bo'lsa qizili, bu bo'lsa qorasi do'stlar. Dahshatligini qaranglar buni. Wow, просто. Hop, ana endi hozir sizlarga qizilni haydab ko'rsataman. Hop, mana ko'ryapsizlarmi dahshatligini? Va bu seriallar uchun juda ham zo'r. Ana endi ko'kni haydaymiz do'stlar. O, dahshat va вообще zo'r mod. Ana endi oqni haydaymiz. Sizlar uchun hammasini haydab ko'rsataman. Hop. Mana va oxirgisi emas. Hop, ishla qopti va jigarangi. Mana dahshatligini ko'ryapsizlarmi? Shu aytib uchib ketadi. Turib olganinglardan keyin bu bo'lsa sarig'i do'stlar. Wow, do'stlar bomba. Wow, aytib ketaverasizlar do'stlar. Dahshat bu. Xullas, ana endi bo'lsa oxirgisi ko'kiga. Hop, mana shu ko'k ham ko'ki debman do'stlar, qorasi ham dahshat. Lekin menga qora yoqmadi. Xullas, mana shunday ranglar va mana shunday mod. Xullas do'stlar, mana shunday modlar edi va biz videoni tugatmaymiz va biz ana endi modlarni yuklashni o'rgataman do'stlar. Birinchi bo'lib chiqasizlar va oxirroqqa tushib va mana bu morp modga bosasizlar va kirganinglardan keyin bo'lyapti. Chiqay, bu yaxshi. Va mana kiryapti do'stlar va bu juda ham zo'r mod edi. Morp mod menga juda ham yoqdi. Hop, loading. Hop, reklama yana. Mana shunday bo'lgandan keyin ya'ni Ags morp modga bosasizlar va show details va pastroqqa tushib do'stlar. Next bosasizlar va hozir reklama chiqdi. Mana do'stlar, ana nima deydi? Xullas, reklama o'tib ketdi va yana chiqdi hozir. Mana yana o'tib ketdi reklama
va mana bu yerdan bosasizlar va oxiri qotib Minecraftni bosib kirkitaverasizlar do'stlar. Hozir pauza qilib turaman. Mana do'stlar уже kiryapti sekin-asta. Ikkinchi modimizga do'stlar. Mana hozir mana bu 3-modida xullas mana shu va buni bosganingizdan keyin mana shunday chiqadi-da do'stlar va pastroqqa tushib zagruzkani bosasizlar, va o'shani bosasizlar keyin reklama chiqadi do'stlar. Bo'lmasam buni o'chirib olmasdan sizlar bilan birga ko'ramiz do'stlar. Mana уже qanaqadir reklama chekkanroq shurasi chiqyapti. Bilmadim, ko'pchilik o'ynayapti buni. Yana bilmadim do'stlar. Xullas mana уже tugab qoldi. Chiqamiz. Do'stlar mana shunday qilib sekin o'tar ekan. Hop. Tezroq o'ta qol. Tezroq. Alyo. Davay. Ana yurishni boshladi. Yaxshi, ozgina qoldi, ozgina. Bo'la qasangchi endi. Davay. Bo'ldi ana. Va mana buni bosib, Minecraft ustiga bosib kirkitaverasizlar do'stlar. Va mana shunday. Mana do'stlar, уже pul modiga ham keldik va start kontonini bosasizlar va yana kontoni aktivation va buni bosasizlar va birinchi mod, mod 1 ga bosasizlar va hozir men mod 3 da bosdim. Qolganlarni bosib yuklab. Faqat hammasini yuklashinglar kerak. Mana shu oqdagilarni hammasi yashil bo'lib turishi kerak. Hop, mod 1 oxirgisi. Hop, va bo'ldi do'stlar. Mana shunday yashil bo'lib turishi kerak va keyingisiga o'tamiz va buni ham hammasini yashil qilib chiqamiz do'stlar. Hop, buni mod 2 va oxirgisi mod 3. Va bo'ldi уже. Mana bo'ldi va play modni bosib xullas kirkitaverasizlar do'stlar. Xullas do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa like, obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin, chunki biz